Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana Toshkent shahrida 20 kilovatga gibrid quyosh elektrostansiyasini o'rnatishni boshladik. Panellarni o'rnatib bo'ldik. Ketdik, ko'rib chiqamiz. Gibrid quyosh elektrostansiyasini mana montaj ishlarini boshlab yubordik. Yo apshipka bo'lib ketadi va 10 kilovatdan ikkita akkumulyator bo'ladi, komplekti bo'ladi. Shunda 20 kilovat quyosh paneli, 20 kilovat gibrid invertor va 20 kilovatlik akkumulyator. Litiy железо fosfatni, shu 5 yildan 10 yilgacha ishlaydigan. Ko'rib turganinglardek 20 kilovatli quyosh panellarini mana shunaqa tomga o'rnatdik. Metal konstruksiyadan qilib, tanklarini bo'lgaykalarga qotirdik. Xudo xolisa shamolda ham uchib ketmaydi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar. Sizlarga ham shunaqa sifatli qilib, uklonlarini chiroyli qilib, 35 gradusdan kam bo'lmagan holda chiroyli qilib beramiz. Narxlarini ham chiroyli narxda qilib beramiz. Charchamanglar.